Buni qarang, naqadar chiroyli. Bir yog'i umumiy ovqatlanish shoxobchasi, bir yog'i go'zallik saloni. Bir ko'rgan odam tadbirkor ishini yaxshi yo'lga qo'yibdi deydi. 4 oy oldin esa bu yer mana bunday holatda edi. Urganch shahri Gulshan mahallasida yashovchi Umidaxon Rajabova hokim yordamchisiga go'zallik saloni ochish niyati borligini bildiradi. Hokim yordamchisi tavsiyasi bilan har bir oila tadbirkor dasturi doirasida unga 30 million so'm imtiyozli kredit ajratilib, go'zallik saloni tashkil etiladi. 100 million olib kengaytirib, somsaxona ochdim. Ishini yanada kengaytirishni xohlagan tadbirkor yana 100 million so'm imtiyozli kredit olib, o'z xonadonida umumiy ovqatlanish shoxobchasini ham yo'lga qo'yib, xalqqa xizmat qilmoqda. Barcha oila a'zolarining ham bandligi ta'minlangan. Urganch shahri Gulshan mahallasida Zamin Speedy Food o'quv markazi ochildi. Bu yerda ishsiz xotin-qizlarimiz pishiriq sirlarini o'rganishlari mumkin, asosiysi tekin. Bizda hozir reja qilganmiz, bu 1 yil ichida 900 ga yaqin ayol o'qiydi. 100 dan ziyod ayol ish bilan ta'minlanadi. Mana shu yerning o'zida bizda hozir 900 nafari ayol ishsizimiz yo'q mahallamizda. Bu shahar bo'yicha olib boramiz. 60 soatlik dasturni tugatganlaringizdan keyin qo'llaringizga sertifikat beriladi. Bu degani bu narsa bilan bizani buyurtmalar markazimizda bemalol ishga qabul etilishlaringiz mumkin. Xoh kasanachi bo'lib, xoh doimiy ish bilan bo'lasiz. O'qishni natijasida arzon foizli kreditlar, sudalar olish imkoniyati bo'ladi. Demak, bu yerda kasb-hunar o'rgangan opa-singillarimiz ertaga o'z faoliyatlarini yo'lga qo'yishlari, bandligini ta'minlashlari, eng muhimi, oilaviy daromadiga ega bo'lishlari mumkin.